Assalamu alaikum hörmətli televizor köygüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görüyorsunuzlar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga münasibətlik mühim xəbərlərimizni əsiltib ötümüz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatları olsun. Xitay türməsidəki Uyğur ziyalısı İlham Toxtağa 2019 yıllık Sakharov mükafatı verildi. Bunun bilan İlham Toxta Avropa İttifaqının bu mükafatıga erişken tuncu Uyğur bo'lib qoldi. 24 oktyabr günü ötkazilgan Avropa Parlamenti yig'inida Avropa Parlamentining raisi David Sassoli so'z qilib, İlham Toxtaning Xitoyda turib ko'rsatgan shijoatiga yuqori baho berdi. Ma'lum bo'lishicha, Sakharov mukofoti Avropa İttifaqının eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lib, bu mukofotning İlham Toxtaga berilishi Uyghur meselesinin xalqaro qaysi darajada e'tirofga va qo'llashga erishayotganligining eng jonliq inkasi deb qaralmoqda. Yaqında lagerdan qutulib chiqqan shohidlardan Tursunayning guvohlik so'zlari lagerdagi qabihliklarning texi ma'lum bo'lmagan qorong'u taraflarini oshkorladi. Tursunayning bayon qilishicha, Xitoy doiralari lagerlarga qamalgan qiz va ayollarning farzandlik bo'lish iqtidorini zo'r kuch bilan yo'qotmoqda ekan. Buningda majburiy homildorlikdan saqlanish, uzuk selish, tug'maslik operatsiyasi qildirish, noma'lum dori ishkizish deganlar asosli vosita bo'lmoqda ekan. Xitoy doiralari izchil lagerlarni kasbiy tarbiyalash maktabi deb kelayotgan bo'lib, Tursunayning guvohlik so'zlari Xitoy hukumatining qandoq yolg'onchilik qilayotganligini yana bir qitim pash qildi. Yaqında Pichan oilasidagi bir lagerga qamalgan lamjillik Uyg'ur yosh G'olibjonni 2018 yılı avgustda bir Xitoy soqchining urib o'ltirib etganligi haqida uchur tarqalgan edi. Muxbirimizning ahvolini qilishi jarayonida buning rost voqea ekanligi dalillandi. Ma'lum bo'lishicha, G'olibjonning jasadini shu kunning o'zida Xitoy soqchilar va kanit kadrlari yerlikka qo'yib etgan, hamda meyitni yuyishga ruxsat qilmagan. Növbətdə ərqayış joylardagi lagerlarda ölüb ketayotgan Uyg'urlarning soni mo'lchabdagidan ko'p bo'lib, Xitoy hukumatining uchurni qattiq kontrol qilish sababidan bu hodisalardan tashqi dunyoga bilinganlari bakma oz ekan. Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirish harakatida lagerga qamalgan kishilarning soni haqida o'xshamagan fikrlar o'tirib qo'yilib kelayotgan edi. Yaqinda ma'lum bo'lgan bir qism uchurlar bu haqdagi yangi taxminlarga o'rin hozirlamoqda. Muxbirimizning ahvol aniqlashlari jarayonida Qashqarning Yangisha va Fayzvat noyalaridagi bir qism yezlarda aholining yarmi lagerga qamalganligi, yana kelib ularning ko'p qismi yoshlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Növbətdə aholining mutlaq ko'p qismi lagerga qamalganlikdan ishlab chiqarish amgigi tövanga tushgan kadrlar va ta'tildagi o'quvchilarning vazifasi bo'lib qolmoqda ekan. Amerika'nın muavin prezidenti Mike Pence 24 oktyabr günü Washington şəhərindəki Wilson mərkəzində nutq sözləb, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakatini qattiq ayıpladı. O yig'in ahliga Uyg'urlarning navbatdagi ichinishlik ahvolini yana bir qatim eslatib, navbatda Amerika hukumatining bu xil insoniyatga qarshi jinoyat qilmishiga qarata dastlabki jazo tadbirlarini e'lon qilganligini alohida ta'kidladi. Muavin prezident Mike Pence o'tgan yilmi Washington shahridagi eng chong aqllar markazi bo'lgan Hudson markazida nutq so'zlab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini keskin tanqidlagan edi. O'tgan hafta 37 xalqaro tashkilot Amerika Tamojna idorasining muvaqqat mudiri Mark Morganga maktub yozib, Uyg'urlar diyorida ishlab chiqarilgan to'qimachilik mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qildi. Birlashma maktubda Xitoyning Uyg'urlar diyorida lager tutqunlarini sistemalik bo'lgan majburiy emgak selayotganligiga doir muhim dalillar borligi, Amerikaga import qilinayotgan paxta, to'qimchilik, kiyim-kechak mahsulotlarining majburiy emgak bilan ishlab chiqarilayotganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumati yaqindan buyon lager tutqunlarining mutlaq ko'p qismining jamiyat qo'yniga qaytib kelganligini ta'kidlayotgan bo'lib, majburiy emgak masalasining pash bo'lishi xalqarada jiddiy inkas qo'zg'amoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.